Mana do'stlar, gruntovka jarayoni ketmoqda. Efirda Firdavs B degim keladi meni. Просто deb aytayman-da. Endi nima deymiz? Ishlab yuribmiz. Ishlaganimni ko'rsatmoqchiman. Ya endi yomon xayolga bormang, ishlaganimni ko'rsatmoqchi emasman. Просто video olyapman. Shu video olib maza qilaman. Просто sizlar komment, like, podpiska bosib qo'ysalaring, qanqillab tursalaring bo'ldi. Shuni o'zi yetadi menga. Katta rahmat. Sizlarda hech narsa ketmaydi, to'xta, rahmat emas. Sizlarda o'zi hech narsa ketmaydi misolda. Tink etib bosib qo'yasizlar. 3 sekund vaqt bilan ketadi, shuni kommentariyaga kirasizlar. Hech bo'lmasa, olov o'cha bo'lsa ham shunday tashib qo'yinglar, yetadi. Like-chani tink etib qizartirib qo'yasizlar. Misol men hozir nima kontent qilishni bilmayapman, shuning uchun o'zimdan o'zim maqsadsiz video ko'ryapman. Shuning uchun bironta maslahat beringlar, bironta kontent mana shunaqa qiling deb beringlar, men sizlar uchun kontent olaman. Charchamanglar, sog' bo'linglar.